Yaqinda siz ham ilk bor ona bo'ldingiz va bolangizni emizasiz. Farzandingiz o'ziga kerakli sutni emayaptimi yoki sizni ko'kragingiz shunchaki so'rib yotibdimi? Buni qanday bilishimiz mumkin? Agar bola emish jarayonida bezovta bo'lsa, ko'p harakat qilsa, ya'ni bu bolaga yetarli sutni kirmayotganini bildiradi. Bola 10 minut, 20 minutga borib emsa, lekin yutinish reflekslari bo'lmasa va uxlab qoladi. Va 1 soat o'tmasa yana bola turib yana emishni xohlaydi. Bolani ichki kelishlar soni yoki kam yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Oshqozon sohasini ko'rsangiz, shish bo'lmaydi, ya'ni oshqozoni bolalar nozik bo'lgani uchun terisi shishi seziladi emgan bolada. Bu holatlarda bola shunchaki sizni ko'kragingizni so'rayapti, lekin yo ko'kragingizning qattiqligi yoki hali ko'krak sut yo'llarini ochilmaganligi hisobiga bola bor sutni tortib ola olmayapti yoki ko'kragingizda hali yetarlicha sut yo'q. Emib, lekin bola yetarli sutni ola olmayotgan bolalarning ko'rinishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Agarda farzandingiz yaxshi emayotgan bo'lsa, bunda bola emish jarayonida terlaydi va bolada har bir emishdan keyin yutinish belgisi ham bo'ladi. Bolaning oshqozon sohasida to'ygandan keyin bo'ladigan ozroq ko'tarilish paydo bo'ladi. Bola uxlaganda 2 soatdan 3 soatgacha uxlashi, bolaning ichki kelishlar soni bir kunda 3-4 marta, ba'zan 6 martagacha va bo'tqasimon shaklda bo'ladi. Bolaning ves qo'shisi esa normalarda borib bo'ladi. Bunday bolaning emishi esa mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Agarda bu video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinda ona bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.